قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Onda bo'lsa, hozir biz 3-darsningki mashqini ishlaymiz. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Buni sizlar ilgirki darsga o'xshash tekstga asosan arabcha javob bersizlar, bu sizlarga kundalik topshiriq. Ikkinchisi ta'ammal al-amthilatal atiya lil fi'l al-mabniy lil majhul وعين نائب الفاعل في كل واحد من هذه. Tövendeki misallarını mülahiza kılın. Bu misal nimenin misalları? Mechulga kurulgan fiilning tövendeki misallarını mülahiza kılın ve onundan her birisindeki naib failini muayyenleştirin. Ayyin degan nima? Muayyenleştirin. Birincisi Buniyel İslamu ala khamsin. İslam kuruldu 5 narsa üstüge deydi. Eğer bana kuruldu, bu niye kuruldu? İslam 5 narsa üstüge kuruldu. Bu cümledeki naib fail qani elbette mechul fiilden keyin kelgan tunji ism nima bo'ladi? Naib fail bo'ladi. Bu yerdagi al-islamu naib fail. Shahadati an la ilaha illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi deb guahlık biriş. Şahadet degan guahlık biriş. Ve iqamis salat namazını turg'uzish. Ve itaiz zakat zakatni birish. Vel hac hac qilish. Ve savmi Ramazan ve Ramazan tutush. İkincisi qutila Ali radıyallahu anhu bil Kufa. Ali radıyallahu anhu Kufa'da öldürüldü. Bu cümle qaraydigan bo'lsak, Ali radıyallahu anhu Kufa'da öldürüldü. Qani mechul fiil qutila. Bunun naib fail cho öldürülgen adam kim o? Ali radıyallahu anh. Yani aslidagi maf'ulun bi failning o'rniga chiqib ne bo'ldi degan naib fail bo'ldi degan. Unda bo'lsa, bu yerdagi naib fail Aliyun. La tuftahul maktabatu yawmal jumu'ati. Kütüphane cuma günüsü açılmaydı. La tuftahu fi'l mechul mudari' al maktabatu naib fail. Demek sizlar naib failni tepishda naib fail deganimiz asli maf'ul fi'l mechul bo'lganda fail chiqib ketib shu failning o'rnini egallaydigan asli maf'ulun bihni biz deymiz naib fail deb ataymiz. Qolganini o'zinglar tepib boqma. 8'incisi Qubidan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve ibnu 63 sene. Qubida deganga vafot topib turildi degan gap. Vafot topib turildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yilning o'g'li holatida deydi. Ya'ni 63 yillik holatida qanday qildi? Vafot topib quzildi. Ta'ammal mayli tuandagilarni muloyiza qiling deydi. Celeset talibu. Celese fiil at-talibu nimo fail. Yani o'ltirish degan şirketning qilg'uvchisi. Bu yerda talib fail. Fail ilgari bo'ladi u failga ma'lumga qurilgan fiil. Demak, ma'lum fiildan keyin kelgan ismni bo'ladi fail bo'ladi. Ya'ni failning oldida ma'lum fiil bo'ladi deydi. Su'ilat talibu o'quvchi so'raldi. Bu yerda talib naib fail. Su'ila mechul fiil. Naib fail ilgari bo'ladi u naib failga mechulga qurilgan fiil deydi. Demak, mechul fiildan keyin kelgan ismni bo'ladi naib fail bo'ladi. Naib faildan ilgari nima keladi? Mechul fiil keladi. To'rtinchisi ibnil af'alil atiyati lil mechul. Tövendeki fiillarni mechulga quring. Biz dersinin başında fiillarni mechulga qurishni so'zlab bo'lgan. Lahiz muloyiza qiling, o'ylang, annal fi'lal madi al mabni lil mechul yuksaru ma qabla akhirih deydi. Diqqat. Şunu o'ylang,
Cezmen mechulga kurulgan madi fiil yuksaru. Zir kılınıdı. Ma qabla ahirihi. Ahirisinin ilgirisindeki nerse. Yani ahirki harfinin ilgirisindeki harfi zir kılınıdı. Ve yudammu kullu mutaharrikin qablahu. Ve peş kılınıdı. Hem hareketlik o ahirki harfinin ilgirisindeki harfidin. Diqqata peş kılınıdı. Onundan ilgiriki hem hareketlik harf qana kılınıdı. Peş kılınıdı. Onundan ilgiriki demek çoğundan maksat qaysi? Ahirki harfinin ilgirikisideki nesinin demedeki oldideki demekçi. Demek ahirki harfinin ilgirisidekini qana qılımız? Zir qılımız. Şu zir qılgan harfinin ilgirisidekini yudanma peş qılımız deydi. Mesela katabe. Ahirki harfi nima o? Ba. Şu B harfinin ilgirisideki harfi nima o? Ta. Muş ta harfini zir qılımız. Bu ta harfinin ilgiriki harfi bo'lgan kaf harfini peş qılımız. Kutiba bo'ladi. Kataba yazdı, kutiba yezildi degan bo'ladi. Buni tushungan bo'lsanglar, tuanda ma'lumga qurilgan fe'llarni bergan madi fe'lni. Buni sizlar mushu qoidaga asosan, ya'ni oxirgi harfining ilgirki harfini zir qilish va uningdan ilgirki harfini pesh qilish qoidasiga asosan majhul o'qiraysizlar. Masalan, daraba, duriba, sami'a, sumi'a, shariba, shuriba. Bu asli zir bo'lib qolsa, o'zi masalan, buni tegmaymiz. Bunun qoidasi oxirgi harfning ilgirki harfini zir qilish shunday go. Bu fe'l asli tilda nima ekan? Zir ekan. Unda bo'lsa, buningga biz qana qilmaymiz, chaqilmaymiz. 5 harfini tashlab qilsak bo'ladi. Shuriba bo'ladi. G'usila deganga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi fe'llarni o'zingizga qanday qilib baqsizlar, majhul qilib baqsizlar. Shu fu'ila o'lchamiga asosan, ha. 5-incisi ibnil af'al al-atiyata lil majhul. Tuandagi fe'llarni majhulga quring deydi. Ya'ni majhul qilib o'zgarting. Lahiz anna al-fi'l al-mudari' al-mabniy lil majhul. O'ylang, majhulga qurilgan mudari fe'l pesh qilinadi uning avvali. Ya'ni avvalgi harfi qanday qilinadi? Pesh qilinadi. Va yuftah zavar qilinadi oxirgi harfning ilgirisidagi narsa. Mudari fe'lning oxirisidagi harfining ilgirisidagi narsa zavar qilinadi, tunji harfi pesh qilinadi deydi. Masalan, yaktubu. Bu mudari fe'lni biz majhul qilmoqchi bo'lsak, bu oxirgi harfning ilgirki harfining bu ta'ni qanday qilamiz? Zavar qilamiz. Tunji harfini qanday qilamiz? Pesh qilamiz. Nima bo'ladi? Yuktabu. Yuktabu. Mushu qoida bo'yicha o'zgartimiz. Yuqorida ma'lum qurilgan fe'l mudari'ni bergan, biz buni majhulga o'zgartamiz. Yashrabu, yushrabu. Yafhamu, yufhamu. Ya'budu, yu'badu. Yakhluqu, yukhlaqu. Yashrahu, yushrahu. Mush qoidaga asosan. Qolgan o'zini qanday qilasizlar? O'zgartisizlar. Valada yalidu. Asli nima o? Yavlidu. Bu majhulga vaqtimizda o qaytib keladi. Yuladu bo'ladi, ha? Yavlidu, yuladu. Yani misal pilg'u bu. Valada. Misal pil deganimiz qanday pil degan? Tunji harfi kesal harf bo'lgan pil. Valadadagi vo qanday kesal harf. Deydi, lahiz, diqqat qiling. Misalninki vosi, ya'ni 5 ta kesal harf kelgan pilning vosi tushib ketmaydi. Majhul uchun qurilgan mudari'da. Ma'lumda tushib ketdi, yalidu deb. Shunda tushib ketdi. Ammo mudari'da tushib ketmaydi deydi. Majhulda tushib ketmaydi deydi. Ma'lumda tushib ketdi. Qolgan o'zi shu qoidaga asosan qanday qilasizlar? Majhul qilasizlar. Masalan, yakwi, yukwa, yajidu, yujadu. Bundan bu qaytib keladi, ha? Vajada bu misal pil. Yad'u, yud'a, yazinu, yuzanu. Yuzanu, ha? Yuzanu. Bundan qanday qiladi? Bu qaytib keladi. 6-incisi ta'ammalil amsilatal atiya. Tuandagi misollarni mulohaza qiling. Ondan keyin ibnil af'alil jumal lati taliha lil majhul. Ondan keyin uningga yondashgan jumlalardagi fe'llarni majhulga quring deydi. Biz oldin bu misolni o'qiymiz. Undan keyin bu misollarga yondashib kelgan fe'llarni qanday qilamiz? Majhulga quramiz. Masalan, fahimat tullabu darsa.
O'quvchilar darsni qana qildi? Tushundi. Fahima fi'l, at-tullabu fa'il, ad-darsi maf'ulun bih. Endi biz bu fi'lni qana qilamiz? Majhulga quraymiz. Ma'lum fi'lni majhulga qurish uchun cho'qim buning fa'ilini tashlashimiz kerak. Bundan tullabni qana qilatimiz? Tashlab o'tamiz. Ondan keyin buni majhulga quraymiz. Nima bo'ladi? Fuhima darsu. Dars tushunildi. Dars qana qildi? Tushunildi. Bu vaqtda ad-darsu tushib ketgan fa'ilning o'rniga kelib naib fa'il bo'ladi. Pash o'qiladi. Fuhimat darsu deb. Mana fuhimat darsu. Fatahal bawwabul baba. Bawwab degan eshik baqar, eshikni ochdi. Fataha ma'lum fi'l. Biz buni majhul qurish uchun futiha qildik. Undan keyin cho'qim fi'l majhul bo'lganda fa'il qana qilinadi? Tashlanadi. Bawwab tashlandi. Futihal babu. Asli maf'ulun bih bo'lgan al-bab fa'ilning o'rniga kelib naib fa'il bo'ldi deymiz. Saraqal lissu sa'atahu. O'g'ri uning soatini o'g'irladi. Endi saraqa degan fe'lni, o'g'irladi degan fe'lni o'g'irlandi deb majhul hukmsiz aylantirmoqchi bo'lsak, suriqa sa'atuhu. Sa'atahu deki ta'diki zavar nima o'zgaradi? Pash o'zgaradi. Chunki bu naib fa'il bo'ladi. Bu vaqtda maf'ulun bih fe'l majhul bo'lgan vaqtda naib fa'il bo'ladi. Nima deymiz? Suriqata sa'a ayollik qilganlik uchun suriqat sa'atuhu bo'ladi. Yaftahu at-tujjaru ad-dakakin al-an. Savdogarlar do'konni hozir ochadi. Endi do'kon hozir eshiladi demoqchi bo'lsak, savdogarlar fa'ilni qana qilamiz? Tashlaymiz. Tuftahu ad-dakakin al-an. Nima uchun bu yerga yuftahu tuftahu o'zgaradi? Chunki dakakin aqlsiz ko'plik. Aqlsiz ko'plikka qanday muomala qildik? Ayollik birlik bu muomala bo'yicha. Shunga bu yerda fe'lning ayollik birlik shakli keladi, g'oyib shakli. Tuftahu. Ba'da bina'il fi'li lil majhul. Fe'lni hukmsizlikqa qurib bo'lgandan keyin fa'il tashlanadi. Va yahillul maf'ulun bih va egallaydi maf'ulun bih u fa'ilning o'rnini marfu'an pash bo'lgan holatda. Demak, u maf'ulun bih pash bo'lib turib egallaydi. Va ataladi naib fa'il deb ataladi. Biz buni darsning boshida qanday qilgan tushuntirib bo'lgan. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, tuvandagi jumladagi fe'lni qanday qilasizlar? Majhul o'zgartirsizlar. Birinchisi, yashrahul mudarrisu darsa marratayn. O'qituvchi darsni 2 qatim tushundiradi. Endi biz tushundiradi degan yashrahu degan bu fe'lni majhulga aylantiramiz. Fe'lni yashrahu fe'l mudori'ni qanday aylantirdik? Oxirgi harfininki ilgirki harfini zivar qilatdik. Qarab baqsak bu zivar ekan, unda o'zi bunga tegmaymiz. Ikkinchi qoida tunji harfini pash qilatdik. Nima bo'ladi? Yushrahu. Fe'l mudori majhulga aylanib bo'ldi. Endi biz fa'ilni tashlab o'tamiz. Chunki fe'l majhul bo'lgachqa fa'il qanday kelishi kerakmi? Yo'q holatda kelishi kerak. Yushrahu ad-darsu. Bu yerda ad-darsa maf'ulun bihdi. Endi fa'il tashlanib ketgachga bu maf'ulun bih fa'ilning o'rniga egallab naib fa'il bo'lganligi asosan pash o'qiladi. Yushrahu ad-darsu marratayn. Dars 2 qatim tushuntiriladi deymiz. Ikkinchisi ma salabal yahudul masiha. Yahud Yahudilar Masihni, ya'ni Masih alayhissalomni qanday qilmadi? Salaba, osmidi. Qanday qilmadi? Osmidi. Kiris belgisiga osdiq deydi Yahudilar. Yahudilar Masih alayhissalomni osmidi, o'ltamidi. Unda bo'lsa Masih alayhissalom esilmidi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Salaba, osdi. Esildi degani deymiz suliba. Fe'l madini oxirgi harfini ilgari harfini zir qilatdik. Undan ilgari harfini pash qilatdik. Sulibal yahu. Sulibal masihu. Unda ma sulibal masihu. Masih alayhissalom qanday qilmadi? Esilmadi. Yaqra'u at-talibu ad-darsa bi sawtin 'ali. O'quvchi darsni o'nlik ovozda o'qiydi. Endi dars o'nlik ovozda o'qiladi demoqchi bo'lsak, yaqra'u degan o'qiydi degan fe'lni o'qiladi deb majhulga o'zgartamiz. Fe'l mudori'ni oxirgi harfining ilgari harfini zivar qilamiz. Zivar bo'lsa shu pit qilib qo'yamiz. Undan keyin tunji harfini pash qilamiz. Yuqra'u darsu bi sawtin 'alin. Dars o'nlik ovozda o'qiladi deymiz.
Endi buni tushungan bo'lsangiz, qolganini sizlarga topshiriq qilib qoldi, o'zinglar ishlaysizlar. Yettincisi teammel meyli. Tüendekilerini mulayizı kılın. Dikkat. Esalekel mudiru anil gıyab. Elif istifham mu deyen gap şunday o. Saale sordu. Kapço siz deyen gap şunday o. Sodumu sizden mudir kemigellik doğrusuda. Mudir sizden kemigellik doğrusuda sodumu. Hem de biz payını taşlip etip. Yani mudirini taşlip etip. Siz kemigellik doğrusuda soraldınız mı? Demek ki ne deyimiz? Saalenin deyimiz. O da olsa suilte. Suilte. Kap nime özgürtümüz? Te. Suilte anil gıyab. Kemigellikten qanday qıldınız mı? Soraldınız mı? Dedik esalekel mudiru anil gıyabdaki kap nime gözgürtüydü? Onda baş geliş yani merfu halattaki te gözgürtüydü. Suilte anil gıyab. Bunun kaidesi şu ki eğer mef'ulun bih. Hem de bir yerde es'elekede elif istifham se'ele fi'il. Mazi ma'lum. Kapço mef'ulun bih. Bir yerdeki mef'ulun bih ne oldu? Damir oldu. Dikkat. Eğer mef'ulun bih damir bolsa kap qo'xshash. Utiya bi damiri raf'i. Peşlik zamirisi qanday qildi? Keltirildi. O damirning o'rnini qanday qilish uchun? Egallash uchun. Endi biz damirlarning ichidan peşlik xas zamirlar var, zever ve zirlik xas zamirlar var. Kap ne bizim deyimiz? Zever ve zirlik xas damir deyimiz. Bir yerde kap sodumu sizde mef'ulun bir zeverlik o'rni bo'lg'achqa, endi biz buni mechul qilgan vaqtimizda cho'qim bu naib fa'il bo'lgan bo'lg'achqa bunun qanday zamir keltiramiz? Peşlik shakldagi. Masalan, ta, to, tum degan mavla peşlik holatdagi zamirlar. Keltirildi peşlik damirlar o damirning o'rnini qanday qilish uchun? Egallash uchun. Kama yattadihu min al-jadwalayn at-taliyin. Tuandagi ikki jadvaldan ro'shanlashgandek. Tuandagi jadvalga qarasak bu ro'shanlashadi. Masalan, birinchisi fe'l ma'dininki jadvali. Al-fi'lul mabni lil-ma'lum. Ma'lumga qurilgan fe'l deydi. Sa'alahul mudarris. Sodi uni o'qituvchi. Oldi bilan buni tarkibga qarab baxsak, sa'ala fi'l madi. Hu sodi uni demek so'rash uning ustiga tushdi. Shunday unda bo'lsa nima maf'ulun bih. Al mudarris kim sodi? O'qituvchi sodi. Unda bo'lsa fa'il. Unda bo'lsa biz fe'lni mabni qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Su'ila. Su'iladan desak bo'ladi. Su'ila. So'raldi desak, tamam ish gap tugadi. O fa'ilni mudarris qanday qiladi? Tashlab o'tdik. Endi buningdagi unda bo'lsa naib fa'il qani desa, so'raldi. Kim so'raldi? U so'raldi. Mushtagadagi huwa degan domirisi nima bo'ladi? Mustatir bo'ladi. Chunki hu zavarlik va zirlik holatdagi domir. Peşlik holatdagi domir eklamiz degan shunda o naib fa'il bo'lish uchun. Bu yerdagi huwa degan domir qanday peşlik holatdagi domir bo'lg'achqa shunday keldik deymiz. Sa'alahumul mudarrisu. So'di ulani o'qituvchi. Endi ular so'raldi demak bo'lsa nima deymiz? Su'ilu deymiz. Su'ilu so'raldi ular. Sa'alu so'rdi ular. Su'ilu so'raldi ular. Qaranglar. Bu yerga buning naib fa'ili qaysi bo'ladi? Vav bo'ladi. Vav. Su'ilu desak, so'raldi ular. Asli sa'alu degandagi vaqtimizda fa'il qaysi? Sa'alu shunday-ku, vav bo'ladi. Endi bu yerda su'ilu bo'lgan vaqtda naib fa'il vav bo'ladi. Sa'ala hal abu. Dada uni so'rdi. Endi buni mecbur olsak su'ilat. U qanday qildi? So'raldi. Bunun fa'ili chu yushrun. Sa'alahunnal abu. Dada ularni so'rdi. Endi u qizlar so'raldi demak bo'lsa su'ilna. Asli sa'aladan chiqqan sa'alna. Shunday endi su'ilna. Su'ilna. Bu yerdagi naib fa'il qaysi bo'ladi? Nun. Bu yerdagi nun bo'ladi naib fa'il. Sa'alnadan nun qanolatdi fa'illatdi. Sa'alakel mudarrisu. O'qituvchi sizni so'radi. Endi siz so'raldingiz demak su'ilta. Bu yerdagi ta'nin bo'ladi, naib fa'il bo'ladi. Sa'alakumul mudarris. O'qituvchi sizlarni so'radi. Endi su'iltum. Sizlar qanday qildinglar? So'raldinglar. Bu yerdagi tunin bo'ladi, tum naib fa'il bo'ladi.
Sa'alakil abu. Dada sizni so'radi. Qiz bola. Shunda endi suilti. Siz qanday qildingiz? So'raldingiz. Bu yerdagi t'ning bo'ladi, naib fa'il bo'ladi. Chunki bu kap maf'ulun bihning o'rniga kelgan ta. Sa'alakunnal abu. Sizlarni dada so'radi. Suiltunna. Sizlar qanday qildinglar? So'raldinglar. Bu yerdagi tunnani bo'ladi, naib fa'il. Sa'alani al-mudarris. Meni o'qituvchi so'radi. Unda bo'lsa so'raldim demak deymiz. Suiltu. So'raldim. Bu yerdagi tunim bo'ladi, naib fa'il bo'ladi. Sa'alanal mudarris. So'radi bizni o'qituvchi. Unda bo'lsa suilna. Qanday qildik? So'raldik. Mana bu jadvalni tafsiriy qayta o'qisanglar, buningdagi maqsadni tushunasizlar. Ya'ni bu yerdagi maf'ulun bih nima bo'ladi? Fe'l majhul bo'lgan vaqtida naib fa'il bo'ladi. Naib fa'il degan nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Pash o'qiladigan bo'lg'achqa domirning shu pashlik holatdagi, raf'ilik holatdagi qanday qilish kerak? Domir kelish kerak deymiz. Ikkinchi jadval fe'l mudori'ning jadvali. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, ma'lum fe'l mudori'ni ba'di, fa'ili ham bor. Endi biz buni majhulga o'zgartiramiz. Yas'aluhul mudarrisu. O'qituvchi uni so'raydi. Unda bo'lsa u so'rludi. O'qituvchini tashlab etib, u so'rludi demakchi deymiz. Yus'alu. U qanday qiladi? So'rludi. Buning naib fa'ili u degan tegidagi yushurun domir bo'ladi. Yas'aluhumul mudarrisu. Ularni o'qituvchi so'raydi. Unda bo'lsa ular so'rludi desini deymiz. Yus'alun deymiz. Ular qanday qiladi? So'rludi. Bu yerdagi naib fa'il vav bo'ladi. Yas'alun bo'lgan bo'lsa, ma'lum bo'lgan bo'lsa, fa'il vavlatdi. Endi yus'alun. Vav nima bo'ladi? Naib fa'il bo'ladi. Yas'alu hal abu. Dada uni qanday qiladi? So'raydi. Tus'alu bo'lsa, u qiz so'rladi degan bo'ladi. Buningdagi fa'ilimi yushurun. Yas'aluhunnal abu. Dada o qizlarni so'raydi. Endi o qizlar so'rladi demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Yus'alna. Yus'alna bu yerdagi nun naib fa'il bo'ladi. Yas'alukal mudarrisu. O'qituvchi sizni so'raydi. Endi siz so'rlisiz demoqchi bo'lsak, tus'al. Qanaqa qilasiz? So'rlisiz. Bu yerdagi yushurun domir naib fa'il bo'ladi. Yas'alukumul mudarrisu. O'qituvchi sizlarni so'raydi. Endi sizlar so'rlisizlar demoqchi deymiz. Tus'alun. Sizlar so'rlisizlar. Belki yusan ular so'rludi, ha? Ular so'rludi, belki tus'alun sizlar so'rlisizlar. Yas'alukil abu. Dada sizni so'raydi. Unda bo'lsa, siz so'rlisiz demoqchi bo'lsa, qiza tus'alin, tas'alin shunday, tus'alin bo'ladi. Bu yerdagi ya naib fa'il bo'ladi. Yas'alukunnal abu. Dada sizlarni so'raydi. Endi sizlar, ey qizlar, so'rlisizlar demoqchi, tus'alna. Nun bu yerda naib fa'il bo'ladi. Yas'alunil mudarrisu. O'qituvchi meni so'raydi. Unda bo'lsa, men so'rliman demak us'al. Men qanday qilaman? So'rliman. Bu yerdagi ana degan yushurun domirisi naib fa'il bo'ladi. Yas'alunal mudarrisu. O'qituvchi bizni so'raydi. Endi biz so'rlimiz demoqchi bo'lsak, nus'al. Biz so'rlimiz. Bu yerdagi nahnu degan yushurun domirisi naib fa'il bo'ladi. Bu ikki jadval nihoyatda muhim. Sizlar qayta o'qib buni tushunishingiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa 8-inchisi kelaydi. Ayyin naibal fa'ila fi ma ya'ti. Tuandikidan naib fa'ilni muayyanlashtiring. Endi sizlar majhul tushungan bo'lsanglar, majhul fe'l tushungan bo'lsanglar, tuandikidan naib fa'ilni topsizlar. Birinchisi va izal maw'udatu su'ilat. Maw'uda degan tirik ko'milgan qiz. Jahiliyat vaqtida arablar qiz tug'ilsa, buni nomus his qilib, qana qiladi? Tirik ko'matdi. Alloh taolo buni g'azab qilib bunda oyat bor. Va izal maw'udatu su'ilat. Tirik ko'milgan qiz su'ilat, so'ralgan vaqtda bi ayyi zambin qutilat. Qaysi gunoh bilan o'ldirildi deb. Qarang, su'ilat so'raldi. So'raldi o qiz shunaqo. Su'ilat. Kim so'raldi? O qiz so'raldi. Buning naib fa'ili qani? Su'ilat tegidiki nima? Hiya degan domirasi naib fa'il bo'ldi. Qutilat buningdimi tegidiki domirasi naib fa'il bo'ldi. Va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Va la taqulu demanglar
Allah yolunda öldürülgen kişilerini emvat, ülek demeğine. Demeğine Allah yolunda öldürülgen, öldürülgen. Yok telu. Ne oldu? Fiil mechul. Emsi onda olsa bunun paylıqını tegedik ki. Huve degen damirisi. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Soralmaysızlar sizler ula kılgan işten. Sizler ula kılgan işten kana kılmaysızlar soralmaysızlar. وَلَا تُسْأَلُونَ Bunun paylıqını, naib paylıqını ise vo deyimiz. La yus'al amma yef'al ve hum yus'alun. Allah kılgan işten soralmaydı. Ula kılgan işten kana kılındı soruldu. Onda olsa la yus'al soralmaydı. Huve degen yuşurun damirisi naib paylıqıdır. Efela yanzuruna ilal ibili keyfe hulikat. Qarab bakmam dola tügüye qandaq yaratıldı. Hulikat. Halaka yarattı, hulika yaratıldı. Hulikat. Ne oldu? Yaratıldı. Ayallıq şekli. Bunun naib paylıqını hiye. Ve ilas semai keyfe rufiat. Ve asman qarab bakmam dola qandaq kötürüldü asman. Rufiat. Ne oldu? Mechul bil. Bunun naib paylı hiye degen damirisi buludu. Bu şikayetlikini size tefbikine bu sırayı kaldı. 9. İbn-i laf'al fil cümelil atiyeti lil mechul. Tüvendeki cümledeki pillani mechul hukumsuzluğu kurundaydı. Onda olsa amma se'alekel mudir deydi. Mudir senden nemi doğrusu soğudu. Onda olsa bizden mudirini taşlif etip se'ale degen bu fiil madini biz mechul kuruyumuz. Onda olsa su ile doğruyu bedeni var. Su ile. Emdi kap. Senden soğudu. Şuna o emdi bu mef'ulun bihti. Emdi biz bunu naib paylıqı peşlik halet tekemek olsak peşlik damirine kelimiz. Peşlik damir qaysi kap doğru kıldığını te. Onda olsa amma suilte. Nimi doğrusu soraldın deyimiz. İkincisi qatalahumul mucrimu bil musaddas. Cinayetçi öldürdü ulanı tapanca bilen. Musaddas degen nimi o? Tapanca. Qatala öldürdü. Hum ulanı mef'ulun bih. Emdi ula öldürüldü tapanca bilen demekçi olsak, mechul kurmakçı olsak, qatala degen fiilni qanday qilamiz? Mechul keltiramiz. Endi hum qanday ekan? Mef'ulun bih köplük. Unda olsa biz bununla mas holatda qanday qilamiz? Damirni kelamiz. O qaysi? Qutilu öldürüldü ula. Qatalu öldürdü, qutilu öldürüldü ula. Şöyle ki vo'nin bo'ladi, naib fa'il bo'ladi. Qutilu bil musaddas. Ular qanday qildi? Tapancha bilan o'ldirildi. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. So'maydi ulardan hech bir kishi ularning kechikkanlik sababini. Da olsa ular kechikkanlik sababini so'ralmaydi demak istasak deymiz. Bu yerdagi humni biz qanday qilishimiz kerak? Naib fa'il qilishimiz kerak. Ko'plik holatda keltiramiz unda olsa bu fiilni. Deymiz la yus'aluna an sebebi ta'akhurihim. Ular kechikkanlik sababini so'ralmaydi. Mushu bo'yicha o'zgarishlar bu sizlarga topshiriq. 10-si istaxrij min ad-dars al-af'al al-mabniyata lil-majhul. Darsdan majhulga qurilgan fe'llarni chiqiring. Istaxrij degan chiqiring degan gap. Va zkur naib fa'il kulli wahidin minha. Uningdagi har biridagi naib fa'ilni so'zlang deydi. 11-si yuvajjihul mudarrisu ila kulli talibin hadha as-su'al. O'qituvchi hamma o'quvchiga bu savolni so'raydi. Fi ayyi amin wulidta? Qaysi yilda tug'ilding? Fayujibu at-talibu qailan. O'quvchi mundaq deb javob beradi. Qailan degan mundaq deb degan gap. Wulidtu am kaza lil hijra. Hijrining munda yili tug'ildim. Yoki milodining munda yili tug'ildim deb javob beradi deydi. Buni o'zaro qilib baqsanglar bo'ladi. Badi'an bil adadil adna. Başlagan holatda, badi'an cho başlagan holatda tuvan son bilan. Biz sonlarni o'rgangan vaqtimizda sonlarni sanagan vaqtimizda ikki xil sanashni so'zlagan. Biri tuvandan sanash, birisi yuqoridan sanash. Masalan 1935 yoki 1988 demoqchi bo'lsak, tuvandan sanamoqchi bo'lsak 88 dan boshlaymiz. 88 va 900 va 1000 deb. Agar yuqori sanamoqchi bo'lsak 1988 deymiz. Endi bu yerda sizga qo'yilgan talab tuvandan sanash. 12-si tuhzaful alif val lam min al alamil muqtarin bihima 'inda nida. Bu bir yangi qoida.
Endi biz chaqirmoqchi bo'lgan xos ismlarda, kishi ismlarida aliflam bo'lib qolsa, biz ya harfini akirib chaqirmoqchi bo'lgan vaqtimizda buningdagi aliflamni elib tashlab o'tib, undan keyin ya harfinidan akiramiz. Masalan, al-Hasanu. Al-Hasanni chaqirmoqchi bo'lsaq deymiz, ya Hasan. Buningdagi aliflamni qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Endi buni tushungan bo'lsam, tuvandagi a'lam xos ismlarni chaqiringlar. Al-Husayn, Az-Zubayr, Al-Haris, Al-Bara. Hammasi kishi ismlari. Ya Zubayr, ya Haris, ya Bara, ya Husayn deganga o'xshash. 13-si nasab. Biz buni darsning başida so'zlagan. Ya'ni har qanday bir o'rin ismga yoki sifatga yana qo'shsak, mushaddada tashdidli yana qo'shsak, bu shu sifatga yoki shu makonga qanday qilgan bo'ldi? Nisbat berilgan bo'ladi. Masalan, al-Hindu, Hindiston. Hindiyun desakchu Hindistonlik degan bo'ladi. Iroq, Iroqiyun, Iroqlik. Buni tushungan bo'lsam, tuvandagi ismlarga nisbat beraman. Sudan, Sudaniyun, Kuvayt, Kuvaytiyun, Yaban, Yabaniyun, Ad-din, Ad-din, Diniyun, dindar degan gap, ha? Nahviyun, grammatik sunas. Tarixiyun, tarixiy degan gap, ha? Tarixiyun desa tarixiy degan gap. Tarixiy Ahmadkiga deymiz-ku, shu tarixiy degan. Nahviyunning yana birisi grammatik shunas, yana birisi grammatikalik degan ma'nosi bor. Grammatik shunas va grammatikalik. Nabiyun payg'ambar, nabaviyun payg'ambarlik. Al-akh qarindosh, axaviyun bo'lsa qarindoshlik degan bo'ladi. Qarindoshlik. Mana shunga o'xshash. Endi buni tushungan bo'lsanglar, darsdan nasabning misollarini chiqarasizlar. Tekstdagi mazmundan, tekstdan qanday qilsizlar darsning mazmunini chiqarasizlar. 15-si uxaru deydi. Bu uxraning ko'pligi. Uxra degan nima? Boshqa. Uxaru bo'lsa ko'plik shakli. Endi bu uxaru mamnu'atun minas-sarf. Mamnu' minas-sarf nima? Zir o'qilmaydigan, zirlik o'rnida zir o'qiladigan va nima? Qo'sh o'qilmaydigan ismlar qatoridan. Nima uchun biz g'ayrimusarrafning sabablarini so'zlagan shundaqo? Buningda ikki sabab bor. Birisi adlilik va adlilik. Ya'ni bu axarudni qanday qilib chiqqan, yo'tkilib chiqqan deymiz. Yana bir sabab bunda sifatlikni iborat bir sabab bor. Qanday bu mamnu' minas-sarf to'g'risida yana tafsil to'xtalamiz. Sabab bunda ikki sababning borligi. Birisi adlilik, yo'tkilib chiqqanlik, yana birisining sifatlik borligini tushunasanglar bo'ladi. Qaranglar, faman kana minkum maridan. Faman qanday fa bog'lashni deb tushunasanglar bo'ladi. Man kimiki kana bo'lsa minkum siladin maridan kisal aw yoki ala safarin safar ustida bo'lsa fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boshqa kunlardan fa'iddat shu soni bo'yicha tutsa bo'ladi deydi. Ya'ni ro'zador kishi safarda yoki kasal bo'lib qolsa boshqa kunda tutsa bo'ladi. Bu yerda min ayyamin asl ayyamning nimasi bu? Sifati shundaq-ku. Ayyamin zir o'qilgan ekan bu sifatmi zir o'qilishi kerak. Endi zivar o'qilib qoldi. Nima uchun? Mamnu' minas-sarf bo'lganligi uchun deymiz. Mamnu' minas-sarf zirlik holatidan bilan bo'ladi, zivar bilan bo'ladi. 16-si ta'ammal mayali. Tuandakilarni mulohiza qiling deydi. Biz buni azroq so'zlab o'tdik. Yastati'u, tastati'u, astati'u. Bu biz ilgari o'rgangan fe'llarni turlash bo'yicha turinadi. Yastati'u, yastati'an, yastati'una degan bo'yicha. Buning ma'nosi yastati'u qila oladi, qodir bo'ladi degan gap. Tastati'u qila olasiz, astati'u qila olmayman degan gap. Buni tushungan bo'lsam, tuandikini tarjima qilib boqinglar. May yastati'u an yaktuba ad-darsa ala as-sabburati bi khattin wadih. Doskaga kim chiroyli, ya'ni ochiq xat bilan darsni yoza oladi? Kim darsni doskaga ochiq xat bilan yoza oladi? Kim qodir bo'la oladi yozishni darsni doskaga ochiq xat bilan? Atastati'u an tasuqa shahinatan ya Zubayr? Ey Zubayr, yuk avtobusi haydiya olamsan, ya'ni haydashga qodir bo'la olamsan degan gap, haydiya olamsan deb tarjima qilamiz. Hadihi risalatu bi khattin radi. Bu xat sad xat bilan. Radi degan gap sad degan gap, ha. Sad xat bilan la astati'u an aqra'aha. Qodir bo'lmayman uni o'qishga degan gap, uni o'qolmayman. Atastati'u an taqra'aha anta ya Bara. Ey Bara, sen uni
o'qishga qodir bo'la olamsan, ya'ni uni o'qiy olamsan. Qodir bo'lish degan gap. Buni jumlada qila olish, italish deb tarjima qilamiz. To'rtinchisi atastati'ina an taghsili hadhihi al-malabis al-yawma ya Layla. Ey Layla, bugun bu kiyimlarni yuvishga qodir bo'la olamsiz, ya'ni yuva olamsiz. 17-si tuandagilarni mulohaza qiling. Salla, yusolli, solli. Hamda salla biz bu vaqtda fe'llarning turlarini o'rgandik. Biz bundan keyin hamda fe'llarningki bablarını öğrenemiz. Yani fe'llarningki qurilma jihatdagi bablarını öğrenemiz. Hamda fa'ala degan o'lchamga kataba tushadi. Shunday o. Hamda fa'ala degan o'lchamga zahaba tushadi. Jalasa tushadi. Hamda bu sallam o'xshash fe'l. Bu fa'alaga tushmadi bo'lsa, bu fa'alaga tushadi. Fe'lning yana bir babi bor. Biz buni yig'ib so'zlaymiz. Fa'ala deb yana bir yangi babi bor. O'lcham fa'ala. Qan salla tushmidi bu? Tushmadi. Aslisi ya. Sallaya fa'ala sallaya tushdimi? Tushdi. Fa'ala yuf'ilu sallaya yusalliyu. Hamda ya harflar kasallar bo'g'achqa buningdagi harakatni tashayotgan salla yusalli salli bo'ldi deymiz. Demak, salla namoz o'qidi, yusalli namoz o'qiydi, salli namoz o'qigan. Birinchisi asallayta zuhra ya Husayn. Ey Husayn, peshin o'qidingizmi? Qaranglar, bu to'langan vaqtida bu yerdagi yaqinda qildik, qaytib keladi. Sallayta. Masalan, salla, sallaya, sallu, sallat, sallayata, sallayna, sallayta, sallaytuma, sallaytum, sallayti, sallaytuma, sallaytunna, sallaytu, sallayna. Mana mush 14 sig'ini bir siglashni o'rganamiz. Husayn, peshimni o'qidingizmi? Sallaytu fil masjidil haram va fil masjidin nabaviy ash-sharif. Masjid haram va Payg'ambar alayhisolamning masjidida namoz o'qidim. Va uhibbu an usalli fil masjidil aqsa bi iznillah. Allohning izni bilan Masjidil Aqsada namoz o'qishni yaxshi ko'raman. Solli bina ya sheyx. Hamdamiz solla namoz o'qidi. Solla degan fe'ldagi ba harfi birga kelib qolsa, namoz o'qib bergin, namoz o'qib berdi degan bo'ladi. Solli fe'l amri. Solli fe'l amri. Solli bina bo'lsa, ey sheyx bizga namoz o'qib bergin degan bo'ladi. La tusallil fara'id fil bayt. Farz namozlarni uyda o'qima. Lamma usallil asr. Texi asr namozini qanday qilmadim? O'qimadim. Qaranglar, biz ilgirki saatlik darsimizni tushunib o'tib ketgandek, fe'llarning oxiridagi kesal harf sokinlik o'rnini qanday qiladi? Tushib ketadi. Lamma fe'lning oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi. Shu sukun alomatlar shuni oxiridagi yaqinda qildi, tushib ketdi deymiz. Ladaki shu solli fe'l amri. Fe'l amrining tunji qadami oxirini qanday qilish? Sukun qilish. Hamda oxirini sukunga alomatlar shuni oxiriga yaqinda qildi deymiz, tushib ketdi deymiz. 18-si bu Arab oylarining ismlari. Buni yodlanglar, bu sizlarga topshiriq. Muharram 1-oy, Safar 2-oy, Rabiul Avval 3-oy, Rabiul Akhir 4-oy, Jumadal Ula 1-oy, 5-oy, Jumadal Akhir 6-oy, Rajab 7-oy, Sha'ban 8-oy, Ramazon 9-oy, Shavval 10-oy, Zulqa'da 11-oy, Zulhajj 12-oy. Buni yodlanglar, bu hijriya oylari. 19-si ta'ammal mayali tuandagilarni mulohaza qiling. Biz bu vaqt so'zlagana imma va imma. Ya munda, ya munda. Qaranglar. Al-ismu fil lughat al-arabiyya arab tilidagi ism ya erlik va ya ayollik. Imma tadhuruni va imma adhuruk. Ya meni yo'qlaysiz, ya men sizni yo'qlayman. Imma tadhuruni va imma adhuruk. İbrahim imma marid va imma musafir. İbrahim ya kisal ya musafir. Bunu tushungan bo'lsanglar, adkhil imma fi 3 jumalin min insha'ik deydi. Immani min insha'ik degan o'zingiz tarafidan 3 jumlaga kirgizing deydi. Immaga 3 jumla tuzsizlar, bu sizlarga topshiriq. 20-si al-harbu degan gap. Hamda biz jansiz narsalarda ayollikni ayirishda, uning oxirida ayollikning ta'sir kelgan bo'lsa, ayollikning ismi bo'ladi degan. Ama ma'lum bir bilik ismlar var. Ahirde ayollikning ta'sir bo'lmasa-mu, ayollik bo'yicha muomala qiladigan, ayollik deb qaraladigan. Shu ismlarning qatoridan al-harb muannaf deydi. Bu
Bu ayollik şekillik isim. Qarab baxsaq bunun axırda ayollikning ta'simi yo'q. Shundaq turuqliq bu nima? Ayollik şekillik isim. Shuning uchun nima deymiz deganda al-harbul alamiyatul ula. Birinchi dunyo urushi. Asli al-harb muzakkar bo'lgan bo'lsa, ya'ni erlik bo'lgan bo'lsa, alamiyatun alamiyil deb kelish kerak. Bu attu qanday kelmasi kerak? Ayollik shaklda kelmasi kerak. Al-ulama ayollik shaklda kelmaydi u vaqtda. Birinchi dunyo urushi, al-harbul alamiyatu thani, ikkinchi dunyo urushi, al-harbul ahliya, ichki urush. Yegan birinchisi tuandagi fe'llarning mudorisini keltiring. Ya'ni bu yerda fe'l madini badi mudorisini keltirasizlar. Hava o'z ichiga oldi shundago, tekis chiqdi buning mudorisi, yahvi. Ladaga chiqdi. Bularning hammasining mudorisi tekstda yoki mashq topa olasizlar. Bu sizlarga topshiriq. 22-si hati jam'al asma'il atiya. Tuandagi ismlarning ko'pligini keltiring deydi. Hamda buni sizlarga topshiriq izlab topsizlar, tekstni topsizlar, mashqni topsizlar, yerni topamasangiz lug'atni izlab topsizlar. Bu sizlarga shunday bir izlanishni o'rgatmoqchi. Harbun ko'plik nima? Huruf. Juhrun bunikini izlab baqing. Qoida sizlar topsizlar. Qolganligini o'zingizlar izlab baqing. Buni tarjimasini deb beray. Harbun urush, juhrun tushuk, uva degan gap, ha? Tushuk degan ma'nosi bor. Yılanning tushuklari, uvlari deganda. Qoida. Uyg'urtdagi shu qoida shu. Vasanun bud degan gap, ha? Zanbun gunoh, jasusun jasus, hizaun oyoq, shohina avtobus, lissun o'g'ri qaroqchi, lissun qaroqchi, dinun din, malbasun kiyim-kechak, hadithun so'z, va shundaqlar Rasulullohningki hadisiga qartiladi. Hadisur Rasul bo'lsa Rasulullohningki hadisi. 23-si adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufida. Tuandagi hamma so'zni foydali jumlaga kirgizing deydi. Har biriga birdan jumla tuzinglar. Bu sizlarga topshiriq. Solla namoz o'qidi, saraqa o'g'irladi, mana'a chakladi, surra xushal bo'ldi, al-harbu jang, mu'zam ko'pincha, ibnu kaza va kaza sanada. Qarang, ibnu. Ana ibnu 27 sen men 23 yoshning o'g'li degan bo'ladi. Ya'ni 23 yoshlik degan gap, ha? İbnu deb shunda bir hurmatlab yoki bir shayloq shaklda demoqchi bo'lsak, ibnu deb keltiramiz. Ana ibnu 20 men 20 yoshning o'g'li. Ana ibnu 30 men 30 yoshning nimasi o'g'li degan o'xshash. 24-si fi 300, 400, 500. Bularda mi'a degan bu lafzi majrur. Zir o'qiladi qanday mi'a. Nima uchun? Bil izofa. Izofat bilan. Bu yerda mi'a mudofun ilayh bo'ladi. Amma 3 fayu'rabu bihasbil amal. Amma 3 bu oldidagi i'rob nimani taqozo qilsa shu o'qiladi. Bu yerda 3 deb zir o'qildi. Nima uchun? Fi bo'lganlik uchun oldida. Shunga o'xshash. Va 3 omil nimani taqozo qilsa shu o'qiladi. Amma mi'a bu mudofun ilayhlikka asosan nima o'qiladi? Zir o'qiladi deymiz. Masalan, indi 300 riyal. Menda 300 riyal bor desak, balki mi'at nima o'qildi? Zir. Nima uchun? Mudofun ilayh bo'lganlik uchun. Bu yerda salasu nima uchun pesh qo'lda bo'lsa desak, bu mubtada bo'lganlik uchun. Marfu li'annahu mubtada. Chunki u nima? Mubtada. Ega. Uridu thalatha. Endi bu yerda thalathadan nima qildi? Zvar o'qildi. Nimishqa uridu degan fe'lniki maf'ulun bih bo'lganlik uchun. 300 riyal lozim. Bu yerda thalatha zvar o'qildi chunki u maf'ulun bih. Ishtaraytu hadhihi as-sa'ata bi 300 riyal. Bu soatni 300 riyalga sotib oldim. Bu yerda thalatha zvar o'qildi ba bilan. Ba'ning tufayli. Ya'ni bu salasa ba bilan zir o'qildi deydi. Endi bu salasaga uning qarindoshlari o'xshash deydi. Ya'ni 500, 400, 900, 800, 700 hammasi shunga o'xshash. Iqra'il a'dad fi ma yali qira'atan sahiha deydi. Tuandagi sonlarni to'g'ri o'qing deydi. To'g'ri o'qing deydi. Endi bo'lsa yuqoridagi qoida tushungan bo'lsanglar, fi hadal kitabi 500 safhatin deymiz. 500 safhatin. Qara'tu minha 4. Chunki bu yerda nima uchun 500 deb bash qo'yamiz? Chunki bu yerda nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Bu yerda 4 deb zvar o'qidik. Nima uchun? Qara'tu, qara'a fi'l tu fa'ili. 4 bo'ldi maf'ulun bih.
400 bet okudum. Okuş degan iş hareket erba'a deganning ustiga qanday qildi? Tushdi deymiz. Bu mi'aticho mudofun ilayhlikka asosan zir qildi deymiz. Thamanut tazkirati biletning bahasi $900. Unda bo'lsa $900. Bu yerda xabar olganlik uchun 9 deb pesh o'qiladi deymiz. İştereytu haza sivara bi sab'i baki geldik için nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Bu bilezukni 700 junayga setib oldim. Junay degan pullar birligi Misrning. Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati yadrusu fi hadhihi al-kulliya 600 talib deymiz. 6 pesh o'qiymiz nima uchun? Yadrusu degan fe'lni o'qishlik uchun fa'il o'qishlik. Ji'tu ila al-Madinatil Munawwarati keldim Madina Munawwaraga qam 400 ve 1000 lil hicra. Hicriyaninki 1400-yili deydi. Xo'sh, unda bo'lsa buni tushundinglar. Unda biz 25-sini ishlaylik. Al-Yahud, Yahudi degan gap. Yahudi. Bu ismi cins, cema deb ataladi. Bu bir tipninki, bir topning ismi. Ko'plik shaklga bir topning. Masalan, Yahudi, Xristian, daraxt, masalan, daraxt, undan boshqa olma, beliq deymiz-ku, ma'lum hammasini biladi, bir topninki ismi bo'ladi. Buni biz arab tilida ismi cins, cema. Ko'plik shakldagi bir jinsning ismi deb qaraymiz. İsmul cins degan nima deganda? Ismul jinsul jam'i huvallazi yufraqu baynahu va bayna wahidihi bil ya aw bit ta deydi. Endi bu yerda bir qoida bor. Bunda ismi jinslar, daraxt, olma deganda bu ismi jinsininki birligi bilan ko'pligi ta bilan ayriladi. Yoki nima bilan ya bilan ayriladi. Masalan, Yahud, Yahud. Bütün Yahudlarning o'z ichiga oldi. Shunda bir bütün Yahudlarningki umumiy ismi. Yahudi desek-cho bir Yahudini ko'rsatadi. Yahudi desek bir Yahudini ko'rsatadi. Buni misollar tuandikicha. Ya bilan birlik bo'lganlarning misollari Yahud, Yahudi, bir Yahudi. Arab desek Arab. Umumiy ismi cins bir tipninki topning ismi. Arabiy desek-cho bir Arabni ko'rsatadi. Rum, Rum. Rumi bir Rumni ko'rsatadi. Turk desek Turk. Bir umumiy hamma Turkni ko'rsatadi. Turkiy desek bir Turkni ko'rsatadi. İngiliz, İngiliz desek bir İngilizni ko'rsatadi. Endi ta bilan birlik bo'lganlarning misoli samakun, biliq degan gap umumiy ismi. Samakatun desek bir biliq degan bo'ladi. Shajarun daraxt, shajaratun desek bir daraxt degan bo'ladi. Tuffahun olma, tuffahatun bo'lsa bir olma degan bo'ladi. Aynabun üzüm, aynabatun bir tal üzüm degan bo'ladi. Mavzun banan, mavzatun bir tal banan. Habbun dan degan gap, dan. Habbatun bir tal dan degan bo'ladi. Demak, ismi jinslarniki ba'zi ya bilan birlik bo'ladi, ba'zi ta bilan. Xo'sh, savoldosh, unda bo'lsa bugungi soatlik darsimiz shu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.